qilmoqchiman-da, qanaqa bo'lar ekan mana shu erib ketgan qo'r qanaqa bo'lar ekan desam, loyga botqoyga botdim. Qaramanglar, botqoq ekan bu. Mayli, ko'proq toza havoda bo'lsa-da otadimda. Unda ertalab vaqtliroq chiqib ketsak bo'ladimi? Shu 7:30larda chiqib ketsak. Assalamualaikum Pul ni. Mam, oy chiqishini qaranglar. Voy tavba. Ko'ra. Bagajga qo'yishga narsa bo'lsa, qo'yib yuboramiz-da. Bo'lim, sizlarga farq qilyaptimi? Men yotuvdim. Xumsonga ham patga oq toshgan. Keldik. Ke. Burada oturup zirketam bitta Fayz degan kafe bor ekanda. Kirsam ham bitta anaqa milliy kiyimlar sotuvda bor ekan. Men ro'zaman ekan, hech narsa yeyotganim yo'q. Hammaga ayt, hamma bilsin deysizlar-ku buni. Hammaga aytaman ro'zaligimni, lekin zo'r narsalar bor ekan. Mana bunaqa narsa menga vashcha kerak edi. Qaranglar,
iftorliga kafe ham zo'r. Telefon ham yoqib, mana shu shirlab qolib ketganda. Qor ko'rib qoldim, qor. Qorni anaqa his qilmoqchiman-da, qanaqa bo'lar ekan mana shu erib ketgan qor qanaqa bo'lar ekan desam, loyga botqoyga botdim. Qaramanglar, botqoq ekan bu. Yo'q, hammasi joyida. Bilasam, bitta qor bor ekan. Oyog'im loyga botdi mana. Voy. Tozalansin. Oy, qattiq ekan. Ana turib qolsa qotib qoladi, shunaqa. Endi men bu loyini tozalash kerak, hatya bu. Baxtimizga qor bor, yaxshi ham. Tozalash kerak. Ikkinchi tog'ga borib kelganimda 0 kilometr qilganman, ko'rgansizlar. Hozir 211 olib kelgunimcha yetmaganiga Muxlisani ham maktabidan olib dakansiga ketamiz, Muxlisa. Xullas shunaqa gaplar. Bemalol hali zapravkam 2 ta bor. Yana qancha yurishimni istoriyada aytaman. Videolarim yoqqan bo'lsa, like bosinglar.